Bobur mahallasi haqida siz bilmagan tarix. O'shanda mahallaga nima deb nom qo'yamiz deganda bir bobomiz turib o'rnidan Bobur deb qo'yamiz dedi. Albatta buni hech kim o'sha payt savol bermadi, nima uchun Bobur deb. Inkor ham etmadik, hamma rozi bo'ldi, chunki Bobur tarixiy shaxs, yaxshi odam. Keyinchalik bular tarqalgandan keyin men endi qiziqib boboga bordim. Bobojon, nega siz Bobur dedingiz? Furqat demadingiz, yo Navoiy demadingiz. Bolam, men tarixda o'qiganim bo'yicha mana shu joyga Bobur Hindiston ketayotgan paytda shu yerda askarlarni qapa tik turib, shu yerda dam olib, 2-3 kun qo'rg'onni tomosha qilib, G'ijlivon qo'rg'onini ko'rib, keyin qaytib ketgan. O'shandan men xabarim borligi uchun Bobur deb nom qo'yamiz deb aytdim. Ana shu masala bilan ko'chamiz Bobur deb atalib kelyapti. Ajoyib. Tarixiy voqea.